deyapman men senga. Yop eshikni. Qochasanmi yo'qmi? Yo'q. Qoch deyapman senga, yaqinlashma menga. Gaplashmayman sen bilan, qoch. Qochma, eshikni yopaman deyapman senga. Debilmisan sen tanimagan odamga quchoqlaysan? Nimaga quchoqlaysan sen men? Tupoymisan sen tanimagan odamga quchoqlaysan? Qoch deyapman. Хорошо, qoch. Qoch deyapman senga. 2 soat deganda 102 keldi. Men oldimga 2 soat deganda men hozir aytyapman, men eshik uyimni tagida poylab turgan ekan bu bola. Ertaga uyimni eshigini ham taqillatib kirib kelib nimadir qilib ketsa 2 soatda kelasizlar desam, "Mandamay" deydi. Mandamay bu siz oldingizga uyingizda kelayotgan bo'lsa, "Aman sizlardan yordam so'rayapman. Nimaga kech keldinglar? Men hozir nimadir qilib qo'yganda-chi bu bola" desam, "Men hozir oldim sizni zayavkangizni. Chiroyli gaplashavering" deydi. Nimaga 102 degilar unaqa muomala qilishyapti? Men ulardan yordam so'rayapman-ku, agar menga nimadir bo'lganda-chi. 2 soat ketmadi men shu bola, oxiri chiqib ketgandan keyin 15 minutdan keyin militsiya kelyapti. Undan yordam so'ragandan ko'ra o'zim hal qilsam bo'lar ekan. 102 ga nima uchun telefon qilinadi yoki men adashdimmi 102 ga telefon qilib? Yoki men ulardan yordam so'rashim kerak emasmidi? O'zim hal qilishim kerakmi?